İlgar medeniyet, süzük keyfiyat, hürmet ve izzet, Çin tebrikler. Murasimlarımız. Voy Mijda Efendi, hoş geldiniz. Dişler, selametçilik. Ondama. Oy. Ha. Neme degen çıraylık bu? Müşahedemde biz Coşkun Medeniyet Tarqıtı şirketi olup, şu hizmetlerimizin kılbatımız. Üzermen başında bir toyğunu seğinip, çaqqanlar zal kovagan. Bek çıraylık oldu. Bu zalның mana şundaq bir güzelligi, mao sizning Coşkun Medeniyet Tarqıtı şirketi bilen nihayeti bas kepti. Ben oylığından da üzümüzün mezmunu da olsun, şekilde olsun, bir medeniyet əks etip dursun degan bir məqsəddə. Qani, oturma. Bu tarafta çataq yo'q. Qanday salomatchilik yaxshi, uy ichi tinchlik. Rahmat. Bizmi shunchalik seg'indik. Qani, men bir choy qo'yay. Voy. Rahmat. Müşahedemde müştaq bir dilkash aziz mehmonlarimiz bilan bir shirin suhbatlarimizda bo'lamizmiki degan bir maqsadda chaqqan bir muhit hazırlab qo'ygan. Bugün tuncu mehminimiz üstüde geldiniz. Rahmat. Hoş oldum. Hoş. Şunda da hazır hizmetle aldıraş git otamdı. Hizmetle aldıraş başlanıp ketdi. Bulup mu bu toy tükülle beni siz menen kesbim. Bulup mu bizning şu toy tüküllerimiz hazır aldıraş emas, alayda aldıraş bir basqıçıga kirib ketdik. Şu men diqqat qilib turibdim ham, izchil men şu şirketni qurgandan beri murasim faoliyatlariga diqqatli bo'lyapman, ijrolarga bo'lsin, qatnashgan chamam yetgan doirada. Siz menimda bu sohada xil uzun yil bo'lib qoldi, xizmat qilyotgani. Tajribalaringiz mo'l deb o'ylayman. Ham mening o'ylashimda jamiyatningki hamma sohalari o'zguchlik jamiyat uchun xizmatini qiladi. Ammo shu murasimda muhim o'rin tutilgan shu to'y to'kin ishlari jamiyatningki yana hamma xalqlarga bevosita ta'sir ko'rsatgan muhim soha deb o'ylab qoldim. To'g'ri. Bu jihat sizningki ta'sirotingiz ham cho'nqur deb o'ylayman. Hamda to'y to'kin degan bir yurtning avatligini oshiradigan. Turli kasblarni o'ziga mana shu bog'laydigan. Ham barakatli bir kasb. To'y to'kinli bo'ladi-ki, asoyishlik bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi, gulinish bo'ladi, barakat bo'ladi. Bu to'y to'kinni nuqul holatda faqatli buni bir to'y to'kin deb tushunib olsak to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri. Buning chetishlik kasblar, sohalar nihoyat ko'p. To'g'ri. Buningdan foydalanayotgan ham mana shu to'y to'kin orqali jon beqiyotgan deymizmi? Odamlarimiz buni nihoyat ko'p, favqulodda jiq. Shuning uchun bu to'y to'kinning bir jamiyatning taraqqiyotiga elib kelgan foydasi nihoyat zo'r. To'g'ri. Endi inson bo'lish sifatimiz bilan tug'ilgandan tortib biz bir ijtimoiyatga mansub bo'ladi ekanmiz, bir ijtimoiy to'pning ichida bo'ladi ekanmiz. Shunga munosib har xil murasim faoliyatlar ichida cho'ng bo'ladi ekanmiz. O'zimiz tayyor to'pningki estetik qarashlari, qimmat qarashlari bizga sinib olgan bo'ladi ekan. Shuning bilan kishiligimizni yoritadi ekanmiz. Men buni shunga yiltizi cho'nqur bir madaniyatga deb o'ylayman. Mush murasim degan zodi qanday bir hukm. Mushunga bir voy bu to'g'ri. Siz kasbi. Murasimni mening tushanchamda bu oila sirtidagi to'plashishlar, menda aytgan chaqda. Cho'ng jihatni aytgan chaqda bir yig'ilish, to'plashish. Masalan, cho'ng jihatdan to'y to'kin murasim faoliyatlari, nazarchiroq murasim faoliyatlari. Andan ommaviy ijtimoiy faoliyatlar. Yoki bir cho'ng shirkatning qurilish murosimi. Echilish murosimi degandek. Oddiyg'inisi oilani markaz qilgan to'y to'kin, nazarchiroq, har xil tabriklash faoliyatlarimiz. Tug'ilgan kun degandek mushunda nurg'un sohalarni o'z ichiga olgan cho'ng bir hukmga. Bu shakl, mazmun bir-birini shart qiladigan, bir-birini to'liqlab mangadigan, yildan yilga, davrdan davrga beyib mangadigan bir ishga. Ham beyib mangadi, ham ko'payib mangadi. To'g'ri. Ma'nolari o'zgarib mangadi. Qoladigan gapga emasdan. Hozir endi biz cho'ng gullangan bir davr yashayapmiz. Sotsialistik Jonqa elida yashayapmiz. Shunga munosib holda bizning hamda bu yiltiz cho'nqur madaniyatga dedim. Tarixdan beri shakllangan har xil ilmlar davrdan davrga uyg'unlasha olganlari saqlanib mangadi ekan, uyg'unlasha olmaganlari tabiiy iste'moldan qilib yangi ilmlar qo'shmagan ekan. Menda aytgan chaqda biz hozir Jonqa millatlar o'rtaq gavdasi cho'ng davrda yashayapmiz. Xinjiang
yashayotgan bo'lishimiz bilan ko'p millat, ko'p madaniyat mujassamlangan rangdor bir rayonda yashayotimiz. Jug'urilib ketgan. Bu mush to'y murosimlarimizda bek aks etadi. Ras. Murosimlarni endi turga bo'lsak, hozir masalan biz biladigan murosimlarni bir sanab baqsaq ras. Endi oldi bilan mushu qiz yigitning to'y tukini. Qiz yigit murosimi. Cho'ng to'y, masalan. Hozirgi mana mushu xatni to'y, gul to'y, tug'ilgan kun, saboqdoshlar murosimlari, ondan keyin buruntiqi yurtliqlar murosimlari bor. Undan keyin mana mushu har xil belgilangan bayramlar. To'g'ri. Bu bayramlarni sanab kelsak, buning turi bekchaq. Masalan, hozir ham mesela er ayol nomida xotir to'ylari bo'ldi. Oltin to'y, kumush to'y, olmos to'y degandek to'ylar ham bor. Hatto hozir ham qiz yigitlar diqqat qildingizmi-ki? To'y taklifi qo'yish murosimi hozir bir tartibga kirib o'tadi. Talab qo'yish. Biz burun qog'ozlarda talab qo'yadigan, hozir balla nurg'un pullarni xashlab nihoyat chiroyli so'rinlarda cho'ng murosimga aylantirib oldi. To'g'ri. Demak, bu davrning aloyligida bunday aytgan chog'da talabi. Shunga bu haqda bir ko'z qarashlarimizni o'rtoqlashganimiz, bir muloyizlarimizni yurgizganimiz buncha ortiqcha emas deb o'ylayman. Chunki bu to'y mayli nazar chiroq ishlar bo'lsin, har bir oilaning oldiga keladigan, o'tadigan bir jarayonga. Balkim bundaq nurg'un to'ylarning ustida bo'ldingiz, nurg'un qiz yigitlarni bir qildingiz, bolalarningki cho'ng bo'lishiga sabab bo'ldingizmi shu murosim orqali. Shunga shu tarafda nurg'un ta'sirotlaringiz bor deb o'ylayman. Rahmat. Mana Jushqun apani bir qiziqarli so'zini so'zlab bering. Men mush to'yni yangi riyosatchilikni boshlaganda bir qiz yigitlarning bir qiz yigit to'ylariga riyosatchilik qilgan. Bu riyosatchilik qilib, ularning mana shu qiz yigit to'ylarini nihoyat yaxshi chiroyli tamomlagan. Muqaddam o'tirdi bir 8-9 yildan keyin ana shularning bolalarining xatto to'ylariga yana riyosatchilik qilib qoldi. Endi o'ylab baqsam, orliqda 10 necha yil o'tibdi. Mushu jarayondami? Men ko'rganlarim ko'p bo'ldi. Nurg'un to'y ma'rakalarga, nurg'un murosimlarga qatnashdim. Endi to'y degan bir madaniyat. Endi bizning hozir shu Junxo madaniyatining ichida, masalan, choy madaniyati bor. Aroq madaniyati bor. To'g'ri. Bu to'ymi o'xshashli bir madaniyatga kirdi. Endi bu to'y madaniyati deganda har millatlarning o'ziga mana shunday tushliq, o'ziga taalluq bo'lgan, urf-odatlarni asos qilgan, mana shunday bir xil nihoyat chiroyli bir madaniyatlari shakllangan. Endi bu madaniyatlar burunqi mana shu yiltiz yana bor. Biz uningdan bakmo chatnab, bakmo eshib ketmadik. Bununla yeniliklar qo'shildiki, bu asldagi holatini yo'qotgani yo'q. To'g'ri. Ya'ni yaxshi davomlashyapti. Ammo lekin endi bir qism bir kamchiliklar bor, uni olmay desak bo'ladi. Boy deb o'tganimizdek hozir hamda biz qo'shallarlik manzillar haqiqatan bor. Hozir bir boy-boyashachilik, mo'lchilik bir kayfiyat bizda nihoyat gavdalanib turibdi. Shunga munosib yana bizni o'ylantiradigan masalalarmi bizga cheliqib turdi. Aytib o'tdik, bu davrdan davrga an'ana asosida yiltiz tortib biqinib bordi ekan. Bunda aytgan chog'da hamda biz ota-bobolarimizninki izini besib kelamiz. Masalan, hamda biz tabiat bilan giralashgan holatda yashagan bir xalq. Demak, Xinjiang ishki quruqlik rayoni bo'lish bilan mush bo'stonlik madaniyatini asos qilib shakllangan yurt madaniyati bor. Bu jarayonda biz hamda kayfiyatni mo'yin bilgan bir xalq deb o'ylayman. Kayfiyatlik. Mayli bu bizning naqsh usullarimizda bo'lsin, beyt qo'shoqlarimizda bo'lsin, mushtaq murosimlardagi ifodalayotgan mazmunlarda bo'lsin, yaxshi ifodasini topadi. To'g'ri. Endi biz hozir yangi davr holatida o'tyapmiz. Demak, millatlar o'zaro texnik ijil inoq, giralashgan, birikkan bir madaniyat muhitida qo'shal-quram bir kunlarimizni o'tkazyapmiz. Bu murosimimiz masalan bizning to'ylarimiz hozir Xinjiangdagi har millat qarindoshlarniki har ilmiy topqil bo'ladi. Demak, bu shu yangi davrdagi bir xil o'zgarish holati deb o'ylayman, talab. Shunga munosib hamda yana ba'zi mantiqsiz, ma'nosiz shakl qo'g'lashgan holatga xohishlarmi yo'q emas. Alayliq, cho'ng jihatni aytsak, isrofchilik, da'vozlik, shuhratparastlik. Bu xohishlarni
yo'q emas. Buni mush islohot echib o'tishdan keyin bizning davrimiz jo'sh urib rivojlandi, moddiy turmush sharoitimiz o'sdi, nurg'un elementlar bizga o'sib kirdi. To'qliqdan sho'qliq chiqyapti. Bəli. O'ylayman endi mushundaq bir taraqqiyot jarayonida biz zodi nimani qilish, nimani qilmaslik har bir jamiyat fuqarosi o'ylanish tegishli deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki bu murosim biz chetda turadigan ish emasga, hammamiz beshimizga keladigan, ichida turadigan bir holatga. Shunga men haliqi to'ylarda bo'laman, sahla turish jarayonida menga ko'pchilik qildi. Hozir endi hukumatimizmi isrofga qarshi turishni nihoyat muhim bir strategiya sifatida oddiylashtirush. Buni hatto siyosiy tadbirlarmi belgilandi. Bu eng muhim masala mushu odamlarning tunishidagi, ideyasidagi masala. To'g'ri. Biz to'y to'kinga bo'lgan mana shu tunishimiz qanchalik? Mana shu murosimni o'tkazib, shu yoshlarni bir baxtli turmushga, bolalarni bir xotirjamlikka erishtirishmi yoki bu faoliyat sorunini isrofchilik soruniga yoki manmanchilik soruniga yoki daslish soruniga aylantirishmi? Hozir nurg'un to'ylar bizga uchrab turdi. Asosan daslish soruni. Kiyinishda basilish. Üstlerge çıkargan nazu nimetlerde besleş. Manım şu tamakның türlerde besleşiş. Kuygan şaraplarda besleşiş. Bu birincisi ısrapçılıkını tekme evciye çıkardı. Yani manım şu iktisadi bir kadar adamlarının bundan keyinki to'y qilishiga besim hep keldi. To'g'ri. Besim hep keldi. Menimcha bularga cho'qim bir çek buluş gerek. Naq yurgimki gapni qilyapsiz. Men naq mana shunday bir to'ylarga ulashishni orzulab o'tagan. Manda aytgan chaqda abiyan deb o'tdingiz, biz zadin to'y degan nima? Bas. Bay murosimning hukmini berdik. Unda to'y degan nima? To'y nima uchun ro'yobga chiqdi? Bunun asli mohiyati nima, maqsad nima deganda, maqsaddan chetnasak, harakatdan chetnaymiz munda aytgan chaqda. Meningcha ham to'y degan bir sevgi yig'ilishi, muhabbat yig'ilishi. Bu bir jup yoshning, masalan, qiz to'y aytsak, bir jup yoshning sevgisiga tang o'rtaqlashish, uningga eng yaxshi tilaklarimizni tilash. Biz guvohlik berish. Bunda maqsadda, ham buningga bizningki o'zimizni shakllantirgan odamiyatchilik vasıtalarımız, şekillerimiz yandaşkan boludu. Demek mahiyet unutup kılıp bu yerde şekil aldığı çıkıvasa elbette biz degan bayqı hayışlar yüz verirdi. Doğru. Muşu arqılıq biz münasibetimizni teximi quyuqlaştırımız, münasibet dairimizni çoğultimiz. Ondan keyin mana muşundaq bir güzel sorun arqılıq biz özara bir-birimizle asr alış bilen birge teximi mehr muhabbetlik bo'lishimiz kerak edi. Ama bayam siz degandek ma'lum bir qism, ko'p qism emas. Shunday. Ya'ni ma'lum bir qism to'ylarimizda bir xil buzilish bor. Bir xil ma'nisidan chatnash bor. Chakinilik bor. Yana oshirib o'tish bor. Bular meningcha bir odimiylik axloqiy va yoki mana shu davrimizning bu talablariga ancha mos kelmaydi deb qarayman. To'g'ri, buni ham so'zsak rost bu bek keng tema, bek cho'ng tema. Konkretroq qilib aytsak, bir to'yni misol qilsak, bir qiz yigit erkin muhabbatlashib to'yga tutish qildi. To'y asli shu bir jup yoshning ishi. Mening his qilishimda. Buning qandoq yurgizilishi, qandoq ro'yobga chiqishi bir jup yoshning orzu armani istigi bo'yicha loyihalanish kerak. Lekin endi hozirgi bizning iqtisodiy ahvolimiz, jamiyat qurilmasining nuqtasini o'ylashgan vaqtda yoshlar bunga hozir sal ojizlik qiladi. Bunga yanada bizning yana shu behisob beg'ishlig'ichi ota-onalarimiz homiy bo'lib kelayotgan holatda. Shunga bu to'ylarningki loyihalanishi, qurashtirilishi yanada cho'nglarningki istetik qarashi, qimmat qarashi, ularningki o'rinlashtirishi bo'yicha bo'lyotdi. Shunga hozir mana yangi davr oldida cho'nglar bilan yoshlarningki to'y o'tkazish istigida ro'shan farq selishtirim kelib chiqyotdi. Buni ham biz nazarga olsak bo'lmaydi ekan. Masalan, yoshlarni ishlatib, yoshlarga ishtirib qo'yib bo'lmaydi. Abiya degandek, bular hozir mustaqil bir iqtisodiy holatda emas. To'g'ri. Qanday qilsan qil. Bu sening ishing degil bo'lmaydi. Ras. Shunga ota-onalarimiz yalatda uydan tortib elib,
şu to'y rasxodlardan tortib, şu bir kunlik murosimninki chiqimlardan tortib, hatto boshdan oyoq o'rinlashtirishgacha şu ota-onalarimiz paypetak bo'ladi. Andın men o'ylayman, mushundaq ig'ir besim ichida bizning to'ylarimiz yana sal rohatsiz. His qilamsiz? To'g'ri. Endi bu temni nihoyat yaxshi dedingiz. Ota-ona degan bir kan, qaz tugamaydigan. Ammo hamini bir kuni tugaydi. Ota-onamiz degan mana shu bir mehr muhabbatning buluqiga. Issak qanmaydigan. Endi ota-onamiz degan barakatga. Hayotli bo'lsa, bizga mana shundaq ota-onamizning bir mehr muhabbati kunda chiqqan optop o'xshash tegib turdi ekan. Endi ota-onamiz bo'lsa, bizning dunyomi bo'ladi ekan. Endi o'sha ota-onasi bola bek talaylik. Ota-onasi bola bu dunyodagi eng baxtli deb qarayman. Endi hozirgi yoshlarimiz o'sha ota-onamizni endi men shundaq o'zim qalbimdan o'ylaydiganim yoshqun efendim. Mush farzandlar mayli ota-onalar bir umr yiqqanlarini, tejiganlarini mushu farzandlarning baxti uchun nihoyat yaxshi sarf qilib bularni o'yujoqlik qiladi. Ammo shuning qadriga yetayotganlari qanchalik. Nima uchun mana mushundaq bir zo'r chiqimlarni qilib, bu to'ylarni qilib, turmushlarga chiqarib qo'ysa, bularning turmushlari nima uchun mehr muhabbatlari uzun davomlashmaydi? Nima uchun yana ajrashadiganlarning nisbati jamiyatimiz yana yuqorilab ketib bordi. Hamda bu nurg'un masalalarni keltirib chiqaryapti. Masala nima deganda, biz to'y qilishga qanchalik oldirgan bo'lsak, balaliq bo'lishga shuncha oldiraymiz. Mayoqdan to'y qilib, mayoqdan balaliq bo'lishga bek oldiraymiz. Shuning bilan balaliq qilib qolamiz. Bu turmushga udil kelmagandan keyin iqtisod bu asosimiz gömürilib tushgandan keyin bu balalarni hayot asalla yetim qoldigan ish. Bu jamiyatning besimini, ya'ni shu osoyishlik bir jamiyatimizga bularmi bir ta'sir ko'rsatgan bir omilga aylanyapti. Endi shuning uchun mening umidim to'y qilaylik, o'ylashib qilaylik, oldirmay qilaylik. Nihoyat yaxshi bir fikrni o'tirib qo'ydingiz. Menimcha oila jamiyatning eng kichik birlik bo'lish sifati bilan jamiyat taraqqiyotida nihoyat muhim rol o'ynaydi. Bayanda ota-onalarimizga bo'lgan muayyanlashtirishimizni, minnatdorligimizni nihoyat yaxshi sharhladingiz. Haqiqatan bizning ota-onalarimiz shu darajada behisob, beg'ishlig'uchi deb aytishga bo'ladi. Mundaqcha aytgan chaqda bir inson tug'ilib, Qur'onga yetib, o'zi mustaqil bir turmush kechirish iqtidoriga ega bo'lgandan tortib, u mustaqil hayotni boshlash kerak. Bizning ota-onalarimiz biz 30 yosh, 40 yosh, hatto 50 yoshgacha bizga aşı darajada homiy bo'ladi. Bizga qaraydi bunda aytgan chaqda. Men bu holatni ham bir mehribonlikning cheksiz bir cho'qqisi desam, yana bir tarafdan bu bir ig'ir bog'lab olishmiki, bir kishamiki deb o'ylayman rasga qilsam. Masalan, shu to'y ishini to'g'riliq shaqlanyapti paranlarimiz. Unda bo'lsa bu biz to'ylarimiz shunday go'zal, yaxshi ravishda bo'lyapti. Nima uchun bu jamiyatda shunday yana masalalarni paydo qiladi? Buning tüp yıldızı az nədə? Mesela ata-onalarning aşı qədər homiylik qilishi, farzandlar uchun aşı ola səhnəni, turmush yo'lini shu qadar hazırlab berishi bu aqallimi yoki uyg'unmi emasmi? Buni haqida biz cho'qim aqliy tafakkur qilishimiz kerak. Biz Yevropa emas, bunday aytgan chog'da. Biz yana cho'qimli u andiziga tushunmaymiz. Chunki bizning jamiyat qurilmamiz, iqtisodiy ahvolimiz, madaniyat kategoriyamiz o'xshamaydi. Chunki biz sotsialistik yadrolik qimmat qarshiga ketayotgan cho'ng bir davlat yashayapmiz. Mushu jihatni aytgan chog'da, masalan, iqtisodiy ahvolimizni selishtirgan chog'dami, yoshlarningki hozir biroqlar degandek, yoshlar o'zi ma'sun desak, hatto hozir cho'ngib ketib bordi o yoshlarimiz. O'sha oldiratgan siri bu yosh cho'ngib ketib bordi. Amaliyotda gulning har faslda o'z payti echiligini xushpuroq bo'ladi. Demak, balog'atga yetish yeshida vaqt qaraldi bo'lgani eng go'zal. Davlatimizning to'y qilish yeshi aniq belgilangan. To'g'ri. Demak, buningga boshqa shart-sharoitlarimiz uyg'un kelgan ahvol ostida naq vaqtida bo'lsa bo'ladi. Lekin mana shu bir qator cho'nglarning orzusi, jamiyatning odat kuchi, yoshlarningki o'zini yengish yoki o'z mustaqilligini yaratish jihatiga ojizlik tufaylidan
bu arzuyimiz reallik aylanmay ketyapti. Bu jihatda şu men cho'nqur o'ylab qolaman. İmkan kadar mesela bizim atalarımız mı özlerinki öz vaqtida to'y qilgan shart-sharoitlarni tilga oladi. Shunchalik oddiy, ammo shunchalik qizg'in. Nəhayət oddiy, bir parça rəq tapalığın, bir ta qo'l yağlayaq hətta. İki parça qangizak bilan elib olgan meni. Shu chaqda ma'qul deb tegib tikanman. Ammo nəhayət şirin bularning shu kechirmishlarini so'zlashishlari, haqiqiy muhabbat, haqiqiy turmushni bir qadamdan olgan jarayon tavlab chiqqan go'zal hayot. Ras. Endi bu so'zlaringizdan mundaq bir savol chiqdi. Biz qishda yo'l mangsaq, nəhayət ağır mağımız, təs mağımız, hasırab mağımız. Çünki bizning uçumuzga kiygan kiyimlar bek jiq. Endi yazda mangsaq nəhayət yengil mağımız, tez mağımız, sho'x mağımız. Çünki yazda bizning kiyimlarimiz, uçumuzga kiyimlarimiz az. Bu turmush mana shunga o'xshash. Endi bizning besimlarimiz qancha ortilgan sari, bizning qadamlarimiz shuncha astalaydi. Endi men nima uchun ko'proq mushu iqtisod to'g'riliq so'zlayman deganda, hozirgi jamiyatimizdami mana shu har qanday bir ishning asosi iqtisod bo'lib qoldi. Biz iqtisoddan ayrilib bir kun hayot turolmaymiz. Biz mana shu so'mirayotgan havodan bilak, hatto hamma narsaga biz iqtisod jamlamasak bo'lmaydi. Shuning uchun muhabbatli bir oilaning asosiy ba'zilar mehr muhabbat, ahli vafo degandek so'zlar bilan ta'riflaydi. Ammo lekin men buningga hozirgi jamiyatimizdagi amaliy ahvol qarta men deyman, yana iqtisod deyman. Chunki shu go'zal muhabbat iqtisod bilan qo'pirilib chiqdi. Iqtisod bilan uzrab mangdi. Iqtisod bilan u hayot kuchli bo'ldi. Iqtisod bilan u jolanadi. Iqtisod bilan yana u tug'di. To'g'ri. Endi bu hozirgi bir farzandning bu tug'ilgandan tortib buningga ketgan chiqimlarni buni so'zlab o'ltasak, bu yerda vaqtni isrof qilamiz. Hammamiz bilamiz. Shuning uchun mening yanala o'sha qarashim biz iqtisodda bir mustaqil bo'lmay turib yoki iqtisodiy ko'z qarashimizni yengilmay turib, iqtisodni tushunmay turib, masalan, oila qurish, to'y qilish va yoki farzandlik bo'lish meningcha biroz yenilik kirib qoladi. Endi bu davr bizning ota-bobolarimizning davriga o'xshash davrlar emas. U chaqda bizda havas yo'q. Ota-bobolarimiz u chaqda qo'saq to'ysa, kiyimimiz yalang'och qolmasa bo'ladi u turmush yo'lida. Chunki ularda unchalik kesim yo'q. Ular xuddi yozda mangga o'xshash nihoyat yengil mangalaydi. Biz hozir uning o'xshash emas. Bizning hozirgi butkul jamiyat mana shu iqtisod bilan bir iqtisod poyizga yoki iqtisod bir avtobusiga o'ltirib hammamiz tang ilgirlaymiz. Buningdan ba'zi odamlar shu manzillarda yoki shu manzilga bormay tushib qoldigini dal mana shu. Endi men iqtisod to'g'riliq ko'p so'zlashim, men shu nurg'un to'y to'kinlardagi chiroyli bir murosimlardan keyin bir yil bo'la bo'lmay yoki bir yilga yetmagan ahvolda bularning mana shunday bir ajrashib ketdik degan so'zlarni ko'p anglayman. Hatto endi bir qiziqarli so'zni deb bersam, bizning shirkatimiz qo'shaloq shirkatidimi? Mana shunday bir sing'ilish, to'y marosimlarini bu faoliyatimiz bor. Biz bugun to'yning butun ko'rinishlarini elib, buni kirishtirib ishlab, bir haftadan keyin biz telefon urib, "Mau to'y daylaringiz bitdi. Sinalg'u apparatlaringiz ham bitdi. Rasmlaringizni yuvib chiqarib qo'ydik. Mana sen olib keting desak, biz ajrashib ketdik deb olmaydiganlar bor. Voy, bizning ishqani jiq bunda narsalar. O bir qancha bo'ladi. Ya biz ba'zilari kelmaydi. Keyin telefon ursak, voy, nega pasang aparaman. Demak, u nihoyat hayajon bilan otlangan murosimning oxiri hozir nihoyat ko'ngilsiz bir holatda turdi. Shundan bilan 200 ko'ylar zakalat qo'yib qilgan to'yda biz ularni topolmaymiz-da. Endi mana shunday to'ylardagi Mesiden ta'lim naq vaqtida aylish kerak ekanda. Shuni hozir naqadigan bo'lib qoldi. To'y kunlar olamiz. Bumuz chataq chiqar ekan bu ishlardan deb. Degandek mana shunday bir ishlar bo'lgan. To'g'ri. Demak, bir to'yga turishdiki maqsad eng zodi nima bo'lish kerak? Buni da biz endi o'zimizning hozirgi o'ylash doiramizda bir aqr muloyiz qilgan bo'ldik. Meningcha birinchi qadamda biz nima uchun qilyapmiz, nimaga tutish qildik?
mush aniq bo'lish kerak. Buni ham bu yerda aytgandek biz tilga olmagan yana nurg'un sabablar, nurg'un omillar bo'lishi aniq. Eng muhimi to'y zodi qandaq bir manzil. Bu bir kunlik murosimmi yoki bu bir uzun jarayonmi? Mushi yildizni yaxshi hal qilish kerak. To'y murosim qilishki maqsadmi davomlashadigan mangulik hamrohlardan bo'ldik degan mushu go'zal musofaga bir yaxshi tilak aytish, yaxshi bir manzara, yaxshi qadamni besish qo'mida aytgan chog'da. Men bu to'yda ko'proq ta'kidlayman. Mening bilishimda hozir ko'pincha shu binormal xohishlarning, binormal hodisalarningki bosh ko'tarib qilishida shu maqsaddan erib ketish. Hatta bir kunlik murosimningki kayfiyatini to'g'lishib turib to'y qilish xohishim bor deb o'ylayman. Bir kunlik. Shu bir kunda qanday bo'lgani butun to'yning jarayoniga ta'sir ko'rsatgandek. To'g'ri. Menimcha bu insonlarning kashfiyoti demada aytgan chog'da murosimmi? Ras. Shunday emasmi? Ras. Buni 4 odammi o'tkazsak, bumi bir murosim. 40 odam o'tkazsak ham bir murosim. 400 odam o'tkazsak ham bir murosim. Ammo buning miqdorini, ko'lamini qanday qilish odamlarning o'zining ehtiyoj talbi bilan belgilanadigan ish. Kim deydi masalan ota-onamiz shu vaqtdagi murosimini kim deydi murosim emas deb. Hozirgi bu asham murosimlarni kim deydi murosim emas deb. Lekin buniki maqsad zodi qandoq? Mush jihatda bizningki o'rtoqlashayotgan temamiz mush kasbningki, mush sohaninki bir sog'lom taraqqiyot uchun bizmi xizmat qilish bilan teng ma'lum bir yetakchilik, ma'lum bir aktiv holatda rol o'ynay olsak degan umidda suhbatlashyapmizga menda aytgan chog'da. Masalan hozir ko'lamning masalasi tilga ilinib qoldi mening tilimda. To'y ko'lami, menda aytgan chog'da. Bu hashamat shu ko'lamdan kelib chiqadi ekan ko'pincha vaqtlarda. Hozir masalan siyosatlar belgilandi, xabaringiz bor. Demak, rahbariy kadrlarimiz bizning ulgimiz bo'ladi. Shu kadrlardan ulgi qilish kerak degandan partiya hukumatmi bunga munosib siyosat tadbirlarini belgilagan bo'ldi. Hatto buning son sifirlarni aniq qilib belgiladi. Tövençek 5 üstelden 50 adamın aşmagan halatda murosimlar bo'lsin. Hatta yezi qishloqlargacha hashamatchilik qarshi turish, isrofchilik qarshi turishni asos maqsad qilganda to'y selga qanchalik bo'lish kerak? To'ylikni qanchalik selish kerak? Qanchalik odam qatnashishi kerak? Shuninggacha belgilamalar chiqarildi. Mandaqcha aytgan chaqda bu hukumat uchun bir bosh og'rig'i. Mening hissiyotimda. Bu asli jamiyatningki o'zininki cheklash mexanizmidan jamiyatning o'zining odat kuchi o'zini tengshab ketalaydigan bir muvozanatda bo'lgan bo'lsa, buni yaxshi bo'ladi. Masalan biz hozir orzu qilayotganimiz bilan bu odat uzluksiz davomlashib qililib ketgan vaqtda buniga cho'qim vaqtida tadbir qo'llanmasi bo'lmaydi. Faqat orzuyimiz arzu etib qoladi, ishlar yana o'z qilibida ketaversa, bu jamiyat yomon aylanish akilishi mumkin. Ko'p diqqat qilaman. Dangliq shaxslarning to'y marosimida 200 odamdan oshmaydi-ki asosan. Əməliyyat çağıraydı ise, ular bütün dünya adamını çağırgıdak imtiyazlı geldi şəxslər buluş mümkün. Şuna bu kölən bilən emas menimcə. Qandaq sübət ötküzüş. San emas sübət mühim. Hazır şuna meninkicə müşkil siyasətlərinin belgilenişi nəhayət dəl caydı bolğan dep qarayman. Bu məlum dərəcədə bizning qısılğandək, imkaniyetimizin torab qoyuyatqandək tuyğu bəgən bilən əməliyyatda bizning isrofchilikqa qarshi turishni hammamiz xohlaymiz-ku. Madani, ilmi to'y o'tkazishni hammamiz xohlaymiz. Bu jihatda bizga shunday bir belgilim xarakterlik yo'nalishning bo'lgani biz uchun yaxshi bir asos deb aytishga bo'ldi. To'g'ri. Endi bir to'yning ko'lamiga qarta mening o'zimning bir qarashlari bor. Endi to'yning cho'ng yoki kichik bo'lishi shu odamning jamiyatdagi ijtimoiy o'rni qartilgan. O jamiyatdagi masalan ijtimoiy o'rni yuqori bo'lsa, uning munosabat doirasi keng bo'lsa, uning tunishdigan odamlari albatta ko'p bo'ladi. O nuqul holatda odatdagi odamlardan ko'proq mehmon chaqirib qoladi. Buni to'g'ri tushunamiz. Endi shunga o'xshash, endi bu to'y to'kindagi hozirgi hashan daramchiliklar burunqidan sal yaxshilanish bor. Bo'libmi? O'sha soniq kelganda. Burun bir salom bergan odamlarni men tunishtab chaqiradigan bir ishlar bo'ladigan. To'g'ri. Bizmi shu shirkatimizda bag'aq basadigan. Biz shu chaqlarda 1000 bag'aq degan bir o'ttir to'y deb hisoblaydigan. Hatto ba'zi to'ylarda 1500 dona mana shu bag'aq basadigan. Bu 1500 dona bag'aq degan 3000 odam degan gap arayol chaqasa. Endi bu 3000 odam degan bu 300 ustal bu qandoq bu restoranlar patuda deb bizni o'ylab ketadigan.
Ama o çağlarda hakikaten ana şundaq bir toy tüküllerge hatta 100 üstel uzattık. En az degende 90 üstel olup 80 üstel olup degan gaplarni ko'p anglaydigan. Lekin mao bir qancha yillarda biz bunchalik ko'p üstellik to'ylarni angladik. Hamda bag'aq besishlarning soni ozildi. Üsteller, restoranlar hamda chaqallashib, ko'p bo'lsa 30 üstel, ya'ni 35 üstel, 20 üstel, 15 üstel, 10 üstellik mana shu chaqqan restoranlar ko'paydi. Hamda hozirmi to'y to'killarimizda mana mushxil son bilan mangayotidi. Meningcha bu son pek avib ketishmi toza to'g'ri emas. To'g'ri. Bayam degandek odamlarning orasidan haqiqatan alt tavug'im, yan tavug'im degandek mana mushundaq munosabat bu odamlarni chaqirish kerak. O'zining urug' tuqqan qarindoshlarini chaqirish kerak. Kasbdoshlarini chaqirish kerak. Hamda qolgan hamda bir oddiy bir ko'rishlik odamlarni hamma chaqirishning menimcha zarurati yo'q. To'g'ri. Agar ularni chaqirib qolsa bu sorun, ya'ni isrofchilikqa qarab mangadi. Sözümüzün beşinde aytib o'tgandek, murosim bir shaxsning yoki bir oila jamiyatninki yaqin mezgildagi o'zining obrazini, o'zininki kishiligini do'stlari, urug' tuqqanlari, qudillari, hatto kushandilari oldida namoyon qilgan bir muhim payt. Bu odimakchilik deymiz buni. To'g'ri. Demak, bu odimakchilikni biz chat qalsak bo'lmaydi. Biz inson bo'lish sifatimiz bilan bu odimakchilik cho'qim bo'ldi. Lekin buni qanchalik son sifatda, qanchalik asli ma'nosida ijro qilish. Abi deb o'tgandek, masalan, bilgan bilmaganligi son to'shqizish yoki ma'lum bir moddiy ehtiyoj tufaylidan buni bunda qilsak, bu to'yning hurmati allaqachon yer bilan yakson bo'lgan bo'ladi. To'g'ri. To'y eng qadr qimmatli, eng izzat hurmatli bir paytdan iborat. Menimcha, biz to'ng'in to'ylarga berib qolamiz hatto shu qadar iliqi hayajon bilan bağğanga tushdik, u yerda bir o'zimizningki tegishli hurmatini topolmaydigan ahvollar eg'ir bo'ladi. Masalan, mushtaq zo'r ko'lamli to'ylarda. U yer chunki mulozimat haqiqatan yetishmaydi. Bu xil ahvollarni ko'p uchirtimiz. Shunga mushman aytgan chaqda zodi qanchalik holatda bo'lish kerak. Bizning iqtisodiy sharoitimiz bo'lsin, ma'naviy kuchimiz bo'lsin, qanchalik imkoniyatga yarashimiz. Bu to'y rohat, go'zal, madaniy bo'lish kerak deb orzulaymiz. Nima uchun biz buncha paloqshib, buncha charchab bu murosimni tamomlaymiz. Men bir gapni tuz deydigan odam. Hamda hozirgi shu to'y to'killarimizning asosli maqsad, mudda maqsad. Dasxonlikni yig'ib olish. Hamda bunday Ajab obdan dedingiz. Dasxonlikni yig'ib olish. Og'zimdan bay chiqaraymi, chiqarmaymi deb ishkilinib turardim. Manda aytgan chaqda sepi o'zidan sovdib ketdi desak bo'ladi. Bu tijorat tusiga qarab mangdi. Naq. Hamda hozir bizning qiz yigit to'ylarimi tijoratga qarab mangdi. Sodlishimiz. Hamda buni baho qo'yimiz. Meningcha haqiqiy sap sevgi muhabbatning bahosi yo'q. Ammo lekin bizning hozir bahoyimiz bor. Qizlarimizning baholari bor. 50 ming, 100 ming, 200 ming deb qizlarimizga biz baho qo'yib oldik. Hamda bahosi bor sevgi muhabbatning qadrlanganligini siz nada ko'rdingiz? Qaysi kitobda o'qidingiz? Qaysi muqomda angladingiz? Meningcha sevgi muhabbat bahosiz. Buni tushunganlar uchun. Hamda hozir faqat bu qiz yigitning to'ylar emas, nurg'un ishlar mana shundaq bir xil qimmatga, bahoga, suvdiga mana shu oylik ketgan ishlarimiz beklam avja ketib bordi. Meningcha ba'zi bir zaruriyatlar, ba'zi bir zaruriyatsiz ishlarni ana shuni bir murosimga aylantiradigan yoki shu orqali bir odamlarni yig'ib kelib ko'z qiladigan, danglaydigan, shu orqali o'zining bir manmanchiligini bir ravursi bir voyaga yetkazadigan har xil qiliq deganimiz nima degan chog'da bu yangilik emas. Yangilik degan boshqa hukm, qiliq degan boshqa hukm. Qiliq degan u tushmasin, mana shuni zo'rlab tangadigan. Mayli u chattalning bir xil axlatlari bo'lsin, uni akirdigan. Yoki o'ziga mana shunday bir moda deb mana shunday aylantiradigan nurg'un bir mazmunlarimiz qo'shilib ketdi. Hamda bir to'y
öz madaniyati ham öz güzel axloqidan chetlasa, o to'y deb atalmaydi. O faqat bir yig'ilish. To'g'ri. O faqat bir g'izolanish. O faqat bir to'yinib kelishli maqsad. Endi bayan bir to'y to'g'riliq shu mazmunni so'zildik. Hozir nurg'un odamlar hatto menmanchilikda nagivadi deganda to'yga to'yg'ilib olmaydi, qo'yg'ilib boradigan bo'lib ketdi. Endi to'yg'i to'yg'ilib bormaydi deganimiz to'yg'irib tamoq yemaydi. Faqat ayanchiqligini qo'yib qo'yib Rasmiyatni o'tash uchun bordi. Aya ko'rib g'adib turilib, bir cho'kin narsa yemay, shu ustalik narsalarga cho'k takizmay, o'zi uchun men degan mundaq bir nihoyatda to'yinib kelgan degandek mana shunday bir xil ishlar bor. Shuning bilan bizning bu ustalik tomoqlarning eshib qilishi, isrof bo'lishi, to'kilishi nihoyat og'ir bo'lmoqda. Endi men o'ylayman, bu haqda sizdek bizdek mana shu jamiyatdagi to'yga nisbatan bir fikrlarni bayon qilayotuvchilar emas. Bu majburiyatlar eng oldi bilan restoran xo'jayinlarida bo'lishi kerak. To'g'ri. Odamda mana shunday bir mas'uliyat tuyg'usi aman bo'ladi ekan. Nihoyat yaxshi dedingiz. Bu vaqtda xil uzundan beri bas munozirlar, fikrlar, obzorlar bo'lmadi emas, bo'lib kelyapti. E'tibor ishlandi. Hatto yana ham o'tirgan yerlarda mana shu murosimlarning o'zida deyishib qolamiz. Ammo buni bir haqiqiy xizmat sifatida, haqiqiy bir fikr sifatida, ilmiy nuqtadan mulohaza qilish, biz bu sohada xizmat qilayotgan shuncha ko'p qo'shinninki bir mas'uliyati deb qarayman. Bayinayet yaxshi tilga o'tdingiz. Masalan, restorandan tortib, mush halqalarda butun xizmat qilayotgan nurg'un qo'shin bor. Har bir oila buning ishtirokchisi bunday aytgan chog'da. Yoshlardan tortib, cho'nglardan tortib. Chunki biz yaxshi bo'lish uchun, jamiyat taraqqiyotiga uyg'un bo'lish uchun ma'lum darajada mulohaza qilyapmiz. Bu yerda balkim xato ko'z qarashlar bo'lishi mumkin, to'g'ri ko'z qarashlar bo'lishi mumkin. Buni o'rtoqlashmagan vaqtida, sukut ichida turgan chog'da kasallashursang o'lim oshkora degandek, biz balkim texnik yomon manzarlar ko'z oldimizda bizni beorom qilishi mumkin. Siz so'zlimisangiz, men so'zlimisam, biz sukut tursak, bu nurg'un narsalarimiz mana shunday bulg'unib ketsa, u chog'da biz keyingi avlodlarga nima qoldiramiz? Keyingi avlodlar sizlar qanday to'y qilgan desa, biz mana shunday to'y qilgan desak, keyingi avlodlar bizni nima deydi? Sizlar ba'ayni bir bo'rdalgan qo'y yoki faqat mana shu nafsi bola uchun yashagan odamlar ekansizlar desa, biz qandoqmi o chog'da biz bu dunyoda yaxshi yashagan bo'lamiz. Men mushlarni o'ylashman. Shunga men bugun nihoyat yaxshi bir temalarda suhbat qildik deb o'ylayman. Ishonman, bizning bu paranglarimiz bundan keyin davom qiladi. Üzülmaydi. Men naq mana shundaq bir xil tuyg'uda, mushkil temalarda bir programma shakllik suhbatlarni qilsam degan bir orzuda bo'lgandim. Bugun naq mushniki qadimi tashlangandek turdi. Programmani bir boshlab ketamdoq Mustafanda. Rahmat. Buna ait yaxshi bir. Ama şu murasimlarimiz temisideki tunji son programmamiz ro'yobga chiqqandek turdi. Bugun men naq mush tuyg'uda bo'lyapman. Rahmat. Xo'sh, bugun endi nihoyat yaxshi paramizni boshlab oldik. Har zamonda bu Jo'shqin xonamda ishigim ochiq. Kelib mana shundaq bir hamdostlik ham ko'ngildosh paranglarimizni qilishga intizorman. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar, sizlarga amdi yuzlanay. Bugun deyishganimizdek sotsialistik ilg'or madaniyat yo'nalishini asos qilgan, ijtimoiy hayotimiz bilan chambarchas bog'lanishib bo'lgan, oila, jamiyat inoqligi va sog'lom taraqqiyot uchun muhim bilish hisoblangan murosimlarimiz temisidagi shirin suhbatlarimiz davomli huzuringlarda bo'ladi. Oldi bilan programmamizga yaqindan qo'llash bergan Xinjiang Varis xalqaro savdo-iqtisodiy shirkati Varis kiyimchiligiga alohida rahmat aytamiz. Shundaq do'stlar, bugun deyishganimizdek to'y-to'yki murosimlar ichidagi yildizi cho'nqur bir madaniyat bo'lish sifati bilan u bizning kollektiv kimligimizni rishti bilan bog'laydigan, bir yerga akiladigan muhabbatli yig'ilishdir. Bugun bu vaqtdagi paranglarimiz boshlandi. Buningdan keyin davomli bu fikrlarimiz cho'nqurlashadi. Ishonaman, sizlarning murosimlarimizga qarata qimmatli taklif fikringlarning bo'lishi aniq. Shunga tatinmay inkas rayonida biz bilan o'rtoqlashishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Xayr, bugungi son programmamiz mushada oxirlashdi. Kelar sonda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar.